Bugun men shunaqa koreyskiy ovqat tayyorlab ko'rishga harakat qildim. Buni oti kuksi deyiladi. Birinchi bo'lib shunaqa sho'rvasini tayyorlab qo'yamiz. Qaynab sovigan suvimizga 3 qoshiq so'yvi sous, qirg'ichdan chiqarilgan bodring pomidor, shakar va tuz solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Va ustini yopib, muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Lahm mol go'shtini shunaqa somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Go'shtlarimizni to'g'rab bo'lib, unga qizil paprika, tuz, so'yvi sous, chesnok solib, ozgina marinovka qilib olib qo'yamiz. Ozginadan keyin uni olib, qizartirib qovurib olamiz. Mana go'shtlarimiz chiroyli bo'lib qovurildi. Unga yarim piyola suv solib, dimlab qo'yamiz. Bu orada tuxumimizni chaqib, tuz solib, tovada ikkiga bo'lib pishirib olamiz. Pishgan tuxumlarimizni shunaqa somoncha shaklida to'g'rab qo'yamiz. Bodringlarimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Bodringni hamma har xil usulda to'g'raydi. Menga shunaqa somoncha shaklida to'g'ralgani yoqadi. Kuksini oilaviy yaxshi ko'ramiz. Har safar kunli isishi bilan tez-tez tayyorlab turamiz. Karomimizni ham mayda qilib to'g'rab, unga tuz, shakar, qizil paprika, chesnok, ozgina yog' solib, so'yvi sous solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Pomidorlarimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olib qo'yamiz. Kuksi tayyorlash uchun shunaqa maxsus o'zlarining spagettilari bo'ladi. O'sha spagettisini o'zi sovuq suvga qilish kerak. Men tezroq pishish uchun issiq suvda tezroq pishirib oldim. Birinchi xamirimizni solib, uni ustidan to'g'ralgan bodring, go'sht, pomidor, karom, tuxumlarni solib, boyaga tayyorlab qo'ygan muzdekkina sho'rvamizni solamiz va ustidan kunjut sepib qo'yamiz. Muzdekkina kuksigimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha.